Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是两世纪。Ağırını kanık düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash uyumiga keldi. Patlıcık balvanning alaydı deşi. Biz nemiş qiyani mavzuga boramiz. Biz texnologiyali magnitlik tosh ko'rgazmasini ko'rib bo'lgan tursak. Bilaman. Men o'zimning alaydı deşini u yerda unutib qopdiman. Mening u toshni yutirib qo'yg'im yo'q. Ansirma Gri, mening suratga tatqinim esingdimi? Men uni cho'qim tatib oldim. U bu yerda ekan. Men rasmga tushganda uni qo'yib qo'ygan, biroq men uni elib olishni unutib qopdiman. Seni alaydı teshaning zodi qanday ortiqchiligi bor? Uni sana boshqalar so'q qilganmi? Shundoq, uni menga tog'am so'q qilgan. U Oyshardan olib kelingan bir xil kam uchraydigan tosh. U bekli payzi. Men uningga erishgandan keyin nagil bosib uni elib olatdim. Biz uni qaytirib kelaylik. Ha? Wow, bu narsalar bu yerga chiqib qapti-ku. Hamma narsa yo'qolib, yana dex eg'irlab ketibdi. Hammasi men ichidan toshni qanday qilib chiqaman? Ishqilib eshik toqaqkan, chunki ko'rgazmadagi barliq magnit toshlar tuniy kun kechda o'g'irlanibdi. Oh, yo'q. Demak, alaydı toshmi boshqa toshlar bilan teng o'g'irlanibdi-da. Sodi qanday ablah bir dev magnitlik toshni o'g'irlab ketadigan-da. Buni balki magnit kuchini ishlatadigan ablaq qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, oynur magniti, balki oy qiz bo'lishi mumkin. Geping urulloq. Xalash kimlik xizmatlar, otlanayli. Salib kirib kechiga qizil dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlardan tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Geri bo'lsa, Men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlashganlik azmatlar. Tezroq, oy qizni qancha tez topa olsak, alaydı toshni shuncha tez qaytarib olalayman. Burkut aeroplaniga o'ltiraylik. Oh, nimish bo'ldi müşk yapılaq qiz. Qaraganda aeroplan kuchli magnit maydonidan qo'shilsa uchirgan o'xshaydi. Eng yaxshisi bu rayondan uchib chiqib ketaylik. Yo'q, agar oynur magnit keltirib chiqargan bo'lsa, alaydı toshni tepishimiz uchun ko'rsatma beralaydi. Biz hamma toshni izlab tepishimiz kerak. Qo'lingdan kelish tirishqin. Shunday qilaman. Biroq chiq o'ltiringlar. Endi ushqanda bek silkinimiz. Ay nuri dolqindan ichida poyezd ekan. U azaldan bunday eg'in narsani ko'tarib boqmagan. Ay qizlar buni qanday qilganligini ko'rib boqaylik. Bu bir qizqanlik gap. Hozir mening aynur magnitimning kuchi xohlagan narsamga erishadigan darajada kuchli. O'tkir kes. Cho'qim ashu. Magnit tashlarni ay qiz o'g'irlabdi. U magnit tash bilan aynur magnit qaynimini kuchaytmoqchi. O mening teshimni mi elib olgan bu? Mening tushunda men berib aynur magnitini tartib olay. Burkut aeroplanning puti tayyorlansin. To'xta, undaq qilma. Agar mening teshimni buzib qo'ysang qanday qilamiz? Darajdan tashqari magnit taqsa. Patlıcık balvan, u alaydı toshdan sening bexatarliging muhim. Tez qaytib kel. Mening darajdan tashqari magnit taqsa nihoyat bexatar. Unga yaqinlashganda men aynur magnitni tatib olaman. Çataq yo'q patlıcık balvan. Lekin biz avval to'ydirmay uchib berishimiz kerak. Ay qizga to'ydirmay yaqinlashaylik. Ay qiz, sen mening narsamni elib olding. Ha? Qaraganda biz hamrohlarda bo'lib qopdik-da. Ay nuri kuchi, kishini bizar qiladigan ov ablah. Patlıcık balvan, sen bizni aşkarlab qo'yding. Meni kechiringlar. Ay qizning teshimni elib olganligi uchun bekmi ochig'im keldi. Patlıcık balvan, sening teshing kichik ish. Bizning vazifamiz texmi muhim. Biz barliq toshlarni qaytarib kelishimiz kerak. Uqdingmi? Yana oy qizning kuchli oynur magnit qaynimini to'sishimiz kerak. Ehtiyot qilinglar. Hey!
Timurning sunuqmi yo'q abdaqlar. Sizlar hargiz mening raqibim bo'lolmaysizlar. Buni ko'rib qo'yinglar. Patmuchuk polvonning yoshirni shuniri. Patmuchuk polvon sen nerede? Biz senin yardımına muhtaç. Patmuchuk polvon. Uçtum. Pervaneler. Beni koyuver. Beni koyuver. Patmuchuk polvon çatak yoktu. Çatak yok. Sen barlıq maqnit taşını qaytırıp berişin gerek. Hiç bo'lmaganda mening teshimni qaytırıp be. Bu aqtaş meninki. Sen meni her qadaq narsani ilib olalaydigan iqtidorimdan voz keç demoqchimi? Mumkin emas. O rostini bek olaydı. Bek alayda? Qani da baqa, onu nara alayda? O şu olaydı. Ötünüp qalay o taş Ayşardin kelgan. Ayşardin? Mening bir amalim bor. Nima? Bu nima degining? Bu nahayda oddiy bu qapaqbash. Agar men Aysharni o'zimniki qilib olsam, undaqda boshqa narsani kerak qilib nima qilaman? Rahmat sana. Yo'q, to'xta. Undaq qilma. Undaq qilsang nihoyat ahmoqona ham xatarlik. Mening qarim yo'q. Menga faqat Ayshar kerak. Kechiringlar birodarlar. Men oy qizni qasdan u amalni topsin demagan. Uqishmay oshkorlab qo'ydim. Hech qisi yo'q Patmuchuk polvon. Biz hozir uni to'sishimiz kerak. Davomli bir kitoblar bilan o'ldirish bek xatarlik. O o'zining aynuri magnit qaynamani ishlatib bizga taqobil turadi. Ansirma. Mening yaxshi bir amalim bor. Yolg'iz o'z teshing bilan qilmay, vazifani muhim bilgan Patmuchuk polvon. Endi unda qilmayman mush yigit. Yaxshi, biz 3 odam hal qiladigan 3 ish bor. Oy qiz, uning magnit kuchi va uning parvonalari. Amsa, mundaq qilaydi. Dal shu, dunyodagi eng yaxshi narsa. U mening bo'ldi. Aynur kuchi, men Ayshani akilib ber. Nahayat yaxshi. Mening kuchlik magnitimni bo'ladi ekan. Sen mening bo'lasan. Faqat meni uxlash kiyimlik azmatlarni bo'ladi ekan. Sen ham xiyol qilma. Mening Aynur teshim. Parvonalar, kishini bizar qiladigan bu ablaqlarni qo'g'lab etinglar. Ketishga oldirmanglar parvonlar. Parvonlarni tutib oldim. Mush yapılaq qiz oy qizni kontrol qildi. Sen berib magnit tashni ilib ol Patmuchuk polvon. Mening teshim. Yo'q, Patmuchuk polvon, u faqat bir tash xolos. Tez berib magnit tashni ilib olgin. Lekin u oviyadili turdi. Aynurni serilg'ichi qo'zg'alsin. Bu faqat o'zini o'ldishiga amroq. Biroq u degan Aysharning bir kichik parchasi. Menga hammasi kerak. Sening menga yordam qilishingni o'ylab boqmabdi ekanman. Biroq sen faqat bir parchasini olding. Endi sen meni to'samaysan. Aynur kuchi, menga Aysharni akirib ber. Maaşını kömemdiğen o doğru dedi. Ben fakat muş nersinde bütün planı buzuvettim. Uklaş kimlik azmetle oturgu çıktı. Nerket. Deymen. Rahmat Patmuchuk polvon. Biz endi qanday qilamiz? Ben ay kızın qandaq to'sishini bilaman. Ben fakat bu alayda teşimni unuga tashlab bersam ne bo'ladi? Bu zodi qanday ish? Men Aynur magnit orqali Aysharni tatib kelaman. Rost shundoq qildi. Biroq Aysharning bir kichik partisini ola oldi. Yaxshi amalkan Patmuchuk polvon. Bek haddidan ishib ketmay yeshil ranglik buzg'unchi. Burkutning qanoti ishi. Tez bo'l, uning oldirash vaqtidan foydalanib, boshqa magnit tashlarni qaytirib olayli. Shangdasiz mush sakrishi. İlib oldim. Qo'limni tashni ilib olgan ablaqlar. Yaxshi. O mening, hammasi mening. İlib oldim.
hamma magnit taşlarını ilib oldik. Sening Aynur magnitingning yer sharini tatqudek magnit kuchi qanmidi ay qiz? Bu yerlar hamma narsani bunda qilolig'idek qudratlik. Meningmi bunda qilolig'idek kuchim bor. Daridan tashqari kuchli qol. Sen kessang bo'ladi ay qiz. Men cho'qim ko'ylagini ko'zdiman. Qaranglar, Ayshar aslidagi o'rniga qaytdi. Agar bu taşlar bo'lmasa, uning Aynur magnitining yer sharini yo'tkiga kuch qolmaydi. Sen botirlik bilan o'zingning alayda tishidan voz kechding. Sen ishni bo'lmagandi? Hechnim bo'lmadi. Biz endi yana nurg'un narsalarni tozlamsak bo'lmaydi. Mavzuning oldida yana nurg'un poyez va raketalar bor. Ularni birlikda tozalayli. Uxlash kiyimlik azmatlar, birga tantanni qilayli. Har bir tunda kechida qizimiz dunyoni. Biz yana nemishqa mavzuga boramiz. Chunki Emma ishkimiz sovg'at to'kunda sana yangi tash setib oldi. O tash sening Aysha tishindek alayda bo'lmasmi? Biroq Rahmat sizlarga. Alayda teshim bo'lmasmi, hech nima bo'lmaydi. U faqat bir toshku shu. Uning ustiga u uncha muhim emas. Biroq meningcha u tosh haqiqatan alayda. Chunki u bizga cho'ng yordam qildi. Balkim men yangi toshga erishishim kerakdi. Bo'ldilar. Oyliqi balkim bo'ldilar ammay. Ilmi yaxshi qaror chiqaradigan alayda iqtidoring yo'q ekan. shundoq, bo'lmasa biz vazifani o'rinlayolmaydik.